Bir sevganga ham, sevgiga ham, sevishganga ham ishonch yo'qda. Kecha hechkamga bir qiz yozyapti. Aka, hayotimda bo'lgan bir voqea bor. Shuni sizga aytib bersam, odamlarga yetkazib qo'ysangiz. Yosh o'sib kelayotgan qizchalar shu xatoni qilib, menga o'xshab ertaga qiynalib yurmasin, deyapti. Boyagi qiz 2004-yil ekan. Boyagi qiz aytadi, men bir yigit bilan yaxshi ko'rishib qoldim, sevib qoldim. Gaplashmasam tura olmasdim, ko'rishmasam yasholmasdim deydi. Nima desa aytganini qilardim. Soatlab gaplashardik. Bir kuni kechasi telefon qildi-da, Telegramdan menga yalang'och rasmlaringni tasha, sevsang deb aytdi deydi. Men yo'q dedim, mendan xafa bo'ldi. Sen meni sevmas ekansan, sen meni yaxshi ko'rmas ekansan, dedi, telefonni o'chirdi deydi. Men sevgimni isbotlash uchun, yaxshi ko'rishimni isbotlash uchun unga yalang'och rasmlarimni jo'natdim deydi. Rasmlarimni ko'rdi, oradan 1-2 kun o'tdi, yana telefon qildi. Men kvartiraga gaplashdim, men bilan borasan deb majburladi deydi. Men yo'q dedim, qarshilik qildim, jahli chiqdi. Agar bormasang, akangga yalang'och rasmlaringni ko'rsataman deb qo'rqitdi deydi. Oldimda yo'l qolmadi, borishga majbur bo'ldim deydi. Bordik, meni buzib qo'ydi. Shundan keyin muomalasi o'zgardi. Menga munosabati o'zgardi. Ko'p so'kadigan, urishadigan, bosim qiladigan, haqoratlaydigan bo'ldi deydi. Bu orada har 2-3 kunda bir kvartiraga boradigan bo'ldik deydi. Orada hammasidan charchadim, to'ydim. Bo'ldi, oramiz uzildi. Bor ketur, men seni yaxshi ko'rmayman, ko'nglim qoldi deb aytdim deydi. Jahli chiqib, ertasi kuni yalang'och rasmlarimni mahallamdagi katta kichik bolalarni hammasiga tarqatib yuboribdi. Bu orada dadam Rossiyada yurardi, rasmlarim dadamgacha yetib boribdi, deyapti. Dadam bilan akam bu isnodga chidolmadi, meni ko'chaga haydab soldi, oq qildi deydi. Mana shu